يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبيان. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biiznillah navbatdagi arab tili darsini boshlaymiz. Arab tilida sog'lom fe'llarning 3 turi bo'lib, ularning birinchisi salim, ya'ni to'la sog'lom fe'llar. Bunday fe'llarning tarkibida kasal harf ham bo'lmaydi, hamza ham bo'lmaydi va ikkilangan harf ham bo'lmaydi. Misol uchun kataba fe'li. Sog'lom fe'llarning ikkinchi turi bu mahmus, ya'ni hamzalangan degani. Agar biror bir fe'lni tarkibida hamza bo'lsa, bu fe'l ham sog'lom fe'l hisoblanadi, ammo uning mahmus turiga kiradi. Sog'lom fe'llarning uchinchi turi mudoaf bo'lib, mudoafning ma'nosi fe'lning ikkinchi va uchinchi o'zak harflari bir xil harfdan iborat degani. Misol uchun adda fe'li. Adda sanadi, hisobladi degani va e'tibor bersangiz, ikkinchi harf bo'lgan dalni tashdid bilan aytyapmiz. Ya'ni bu yerda ikkita dal harfi bor. Mana shunga ya'ni ikkinchi va uchinchi o'zak harflari bir xil harf bo'lgan fe'lga mudoaf deyiladi va bu fe'l ham sog'lom fe'l hisoblanadi. Mahmus, ya'ni hamzalangan fe'lni salim, sog'lom fe'ldek tuslaymiz. Mudoaf fe'lini tuslanishi esa biroz boshqacha bo'ladi. Uni moziy, muzori va amr holatlarini ko'rib chiqamiz. Adda fe'lini tuslashdan avval bir narsani bilishimiz kerak. Uning asli adada bo'lgan. Ya'ni faala vaznida adada bo'lgan. Ammo arablar odatiga ko'ra ikki bir xil harfni yonma-yon keladigan bo'lsa, tashdidlab yuborishadi va bu yerdagi ikkita dalni ham ular tashdidlab yuborishga harakat qilishgan va fe'l addaga aylangan. Va mana shu tashdid fe'lni ba'zi bir siyg'alarda ochiladi va ba'zi bir siyg'alarda esa tashdid holida qoladi. Bularni hozir tuslaganimizda batafsil o'rganamiz. Deylik, addani mutakallim birlikka nisbatan tuslamoqchiman. Ya'ni men sanadim yoki men hisobladim deb. Bunda adda fe'l oxiriga to zomirni biriktirishim va fe'l oxirini sukunlashim kerak. Mana shu yerda addani agar yoyib oladigan bo'lsak, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Mana e'tibor bering, adda mana aslida birinchi dal sukunli, ikkinchisi esa harakatli va bu yerga to'ni biz biriktirmoqchimiz. Va fe'lning oxirini sukunlashimiz kerak. Biz bir muammoga duch kelamiz. Ya'ni fe'lning oxirgi harfi bo'lgan dalni sukunlagan vaqtimizda ikkala dalda ham sukun harakati bo'lyapti. Ya'ni ikki sukun yonma-yon kelib qolyapti. Bu esa mumkin emas. Ya'ni bu holatda biz fe'lni talaffuz qila olmaymiz. Addani boya aytdim, asl holati adada bo'lgan. Ya'ni faala qolibida. Va mana shu adada shaklidan biz keyin boshqa siyg'alarni hosil qilsak bo'ladi. Keling, mana shu adadaga to'ni biriktiramiz va fe'l oxirini sukunlaymiz va fe'limiz adad to'ga aylanadi. Demak, men sanadim, men hisobladim deydigan bo'lsak, adad to der ekanmiz. Bizga nisbatan ham xuddi shunday tuslanadi. Biz sanadik deganda biz adadani olamizda, unga na zamirini biriktiramiz va fe'limiz adadnaga aylanadi. Biz sanadik, biz hisobladik degani. Adda fe'lini muxotobda tuslaganimizda muzakkar birlik uchun adadda bo'ladi. Sen sanading, hisoblading degani muzakkar birlikka. Muannas birligi adaddi. Ikkiligida adattuma, siz ikkingiz sanadingiz. Muzakkar ko'pligi adattum, sizlar sanadingiz. Muannas ko'pligi esa adattunna. G'oyibning muzakkar birlik qismida adda fe'lining o'z holati ishlatiladi. Ma'nosi u erkak sanada hisobladi degani. Muannas birligi esa addat bo'ladi. Mana shu yerda o'quvchilarning e'tiborini bir narsaga qaratmoqchiman. Yuqorida biz adda fe'lini asl holatiga qaytarib, ya'ni adada shaklini oldikda, keyin unga zamirlarni biriktirib fe'l hosil qildik. Nima uchun g'oyib qismiga o'tganda muannas birlikda fe'l yoyilmayapti-da, tashdid holatida ishlatilyapti. Ya'ni nimaga adadat demayapmizda, addat deb fe'lni tashdid holatida ishlatyapmiz. Bir qoidani eslab qoling. Mudoaf fe'lini tuslashdagi eng asosiy qoidalardan biri. Mana shu mudoaf fe'lni tuslayotgan vaqtingizda agar fe'lning oxirgi harfi sukunlanishi kerak bo'lsa, u holda fe'ldagi tashdid ochiladi. Sababi bitta kalimada ikkita sukunning yonma-yon kelishi mumkin emas. Ana endi addani tuslashingiz kerak va bu holatda uni oxiri sukunlanishi shart emas. Ya'ni misol uchun addatga e'tibor bering. Agar katabat deganimizda, ya'ni kataba fe'liga ta u ta'nis biriktirganimizda ham fe'lning oxiri sukunlanmasdi. Unga shunchaki ta u ta'nisni biriktirardik xolos. Ya'ni bu yerda shunaqa holat bo'lyaptiki,
adda fe'liga faqatgina ta u ta'niyasini biriktiryapmiz, lekin fe'lni oxirini sukunlamaymiz. Shu sababdan fe'ldagi tashdidni ochishga hojat yo'q. Ikkiliklarda ham xuddi shu vaziyat bo'ladi. Adda fe'liga aliful isnan, ya'ni ikkilik alifi birikadi, ammo bu holatda ham fe'lning oxirgi harfi bo'lgan dalni sukunlashga bizda hojat yo'q. Shu sababdan fe'ldagi tashdid ochilmaydi. Adda deb aytamiz. Muannas ikkilikda ham xuddi shunday addata bo'ladi. Muzakkar ko'pligida addu deymiz. Bu yerda ham fe'l oxiriga vavu jamoa birikyapti, ammo oxirgi harfi sukunlanmaydi. Shu sababdan tashdid ochilmaydi. Muannas ko'plik qismiga e'tibor bering. Adadini deb yozganmiz. Ya'ni endi birlikda, ikkilikda yoki muzakkar ko'plikda fe'lning tashdidi ochilmadida, muannas ko'plikka kelganda fe'lning tashdidi ochilyapti. Buni sababi nimada? Agar biz oddiy kataba fe'lini g'oyibda muannas ko'pligi uchun tuslaganimizda katabna deb aytardik, ya'ni fe'lning oxiri sukunlanardi. Demak, adda fe'lini ham hozir nun va nisbaga biriktirish uchun oxirini sukunlashimizga to'g'ri kelgan. Va bu holatda agar addani tashdidini ochmaganimizda ikkala dal harfidagi sukun yonma-yon bo'lib qolar edi va bu arab tili qoidalariga zid. Shu sababdan biz fe'lni asl holatiga keltirib, ya'ni tashdid ochib adada qildikda, keyin unga nun va nisbani biriktiryapmiz va fe'limiz adadnaga aylanyapti. Fe'lning asl holatini yozib oldik. Endi undan mutakallim birligi uchun fe'l hosil qilamiz. Birinchi bo'lib fe'l boshiga hamza yoziladi. Bu mutakallim birlikni belgisi muzorida. Undan so'ng fe'lning birinchi harfi bo'lgan ayn sukunlanadi. Keyingi harfimiz dal harfi. Undagi o'zgarish qanday bo'ladi? Biz aytganmizki, bir fe'lni moziydan muzoriga o'girganimizda uning o'rtundosh harakati o'zgarishi mumkin. Bu yerdagi birinchi dal fe'lning o'rtundoshi hisoblanadi. Uning harakati esa muzoriyda dommaga o'zgarar ekan. Qaysi harakatga o'zgarishini? O'rtundosh harakati. Faqatgina lug'atdan bilamiz deganmiz. Bu yerga birinchi dal harfiga domma yozamiz va oxiri ham dommali bo'ladi o'z-o'zidan, sababi fe'l raf holatda turibdi hozir. Mana fe'limiz hosil bo'ldi. Demak, men sanayapman yoki hisoblayapman deydigan bo'lsam, a'dudu deb aytishimga to'g'ri keladi. Endi esa yana bir masalaga e'tibor qaratishimiz kerak. Fe'lda ikkita bir xil harf yonma-yon kelyapti, ya'ni ikkita dal. Va arablar odatda bir kalimada ikkita bir xil harf kelsa, uni tashdidlab yuboradi. Bu yerda ham xuddi shu hodisa yuz beradi. Ammo ikkita bir xil harfning tashdidlanishi uchun bir narsa shart qilinadiki, bu harflarning birinchisi sukunli, ikkinchisi esa harakatli bo'lishi kerak. Bizni ikkala dal harfimiz ham harakatli, ya'ni bu yerda to'g'ridan to'g'ri tashdidlab yubora olmaymiz. Endi qanday yo'l tutamiz? Fe'lga tashqaridan sukun olib kela olmaymiz. Shuning uchun fe'lni o'zida demak sukunni topishimiz kerak bo'ladi. E'tibor bering, bu yerda ayn harfida sukun bor. Endi biz ayn harfidagi sukunni o'zidan keyingi dal harfiga beramiz. Dal harfidagi dommani esa o'zidan avvalgi ayn harfiga beramiz. Ana endi qarang. A'udduga o'zgardi. Ya'ni ikkita bir xil harf, ikkita dal va ularning birinchisi sukunli, ikkinchisi esa harakatli. Ikkala harfni tashdidlash uchun shartlar amalga oshirildi. Shuning uchun biz bemalol fe'lni tashdidlab yoza olamiz, ya'ni a'uddu bo'lar ekan. Bu fe'lning eng oxirgi holati. Ya'ni agar siz men sanayapman yoki hisoblayapman deydigan bo'lsangiz, a'uddu deb aytasiz ekan. Bu holat, ya'ni a'uddu fe'li qanday hosil bo'lganini hozir ko'rib chiqdik. Endi esa fe'lning mutakallim ko'pligi shaklini yasaymiz. Bunda fe'l boshiga na muzoriyat harfi birikishi kerak bo'ladi. Fe'lning birinchi harfi sukunlanadi. O'rtunish harakati dommali bo'ladi dedik va oxiri ham o'z-o'zidan dommali bo'ladi. Sababi fe'limiz rof holatda turibdi. Demak, biz sanayapmiz yoki hisoblayapmiz deydigan bo'lsak, na'dudu deyishimizga to'g'ri keladi, ammo ikkala harfni biz tashdidlab yubormoqchimiz. Bu holatda xuddi a'uduga qilganimiz kabi harakatlarni o'zaro alishtiramiz. Ya'ni ayn harfi o'z sukunini dalga, dal harfi esa o'zini dommasini ayn harfiga beradi. Shunda fe'limiz na'udduga o'zgaradi. Bunda ikkala bir xil harfimiz, ya'ni ikkala dal, birinchisi sukunli, ikkinchisi harakatli bo'lgani uchun biz bemalol uni tashdid bilan yoza olamiz. Demak, biz sanayapmiz yoki hisoblayapmiz degan ma'noni berish uchun na'udduni ishlatamiz. Bu fe'lning eng so'nggi, ya'ni iste'moldagi holati. Na'dudu demaymiz, balki na'uddu deb aytar ekanmiz. Fe'lning xotob, ya'ni ikkinchi shaxs qismida muzakkar birlik uchun ta'uddu deb aytamiz. Ya'ni bu fe'l ham aslida ta'dudu bo'lishi kerak edi, ammo ikkala harfni biz tashdidlab yubordik o'zaro harakatlarni almashtirish natijasida. Muannas birlikda esa ta'uddina deb aytamiz. Mana shu ta'uddu fe'li oxiriga yaul muxotoba birikadi.
ikkilikda ta'uddani siz ikkingiz sanayapsiz, hisoblayapsiz degani. Muzakkar ko'plikda esa ta'udduna bo'lyapti. Ta'dudu bo'lishi kerak edi. Ammo ayn va dal harflarini harakatlarini o'zaro alishtirdik va fe'l oxiriga vavul jamoa birikdi. Shundan ta'udduna hosil bo'ldi. Fe'lning muannas ko'pligi qismida esa ta'dudna deb aytamiz. Adda fe'lini g'oyib muzakkar birlik uchun tuslaganimizda ya'uddu bo'ladi. Muannas birlikda esa ta'uddu deb aytamiz. Muzakkarning ikkiligi ya'uddani, muannasning ikkiligi esa ta'uddani bo'ladi. Muzakkar ko'plikda ya'udduna bo'lyapti. Muannas ko'plikda esa ya'dudna deb aytamiz. Nima uchun bu yerda ikkala dal tashkillanmayotgani sababini, demak, muxotobda ham aytib o'tdik. Ikkala dalni tashdidlash uchun hozir birinchisiga ham, ya'ni birinchi dal harfiga ham sukun berish kerak, ammo u holatda ikkala dal harfida ham sukun bo'ladi va bu arab tili qoidalariga zid, ya'ni bir kalimada ikkita sukun jamlanmaydi. Mana shu sababdan fe'lning bu siyg'asida tashdid ishlatmaymiz, balki fe'lni tashdidini ochib, demak, ya'dudna tarzida tuslaymiz. Endi esa ta'uddu fe'lidan amr hosil qilamiz. Bilamizki, amr faqatgina muxotobga nisbatan qilinadi. Shuning uchun muxotob fe'llarni yozib oldik. Ta'uddudan amr yasaganimizda birinchi bo'lib fe'ldagi muzoriyat harfi bo'lgan ta tushirib yuboriladi. Fe'limiz, e'tibor bering, harakatdan boshlandi. Shu sababdan bizga hamzatul vasl kerak emas. Shu yerda bir qoidani eslab qoling. Mudoaf fe'lining jazm holati sukunning o'rniga fatha bilan bo'ladi. Ya'ni bu yerda hozir uni jazm qilish uchun biz sukun emas, balki fathani ishlatamiz. Fe'l oxiridagi dommani o'chirib, fatha yozib qo'ysak bo'ldi. Mana shu bilan, ya'ni udda deyish bilan sana deb turib, qarshimizdagi erkak kishiga nisbatan amr qila olamiz. Ta'uddinadan yasaganimizda fe'ldagi muzoriyat harfi bo'lgan ta tushib ketadi. U ham harakatdan boshlangani uchun hamzatul vasl kerak emas va bu fe'l af'alul xamsalar turkumiga kirgani uchun uning jazm holati mana shu nunning tushib ketishi bilan bo'ladi. Demak, qarshimizdagi ayol kishiga nisbatan sana demoqchi bo'lsak, uddi deb aytamiz. Ikkilikdan amr yasaganimizda fe'ldagi muzoriyat harfi bo'lgan ta tushib ketadi. Fe'l harakatdan boshlangani uchun unga hamzatul vasl kerak emas va bu fe'l ham af'alul xamsalar turkumiga kirgani uchun uning jazm holati nunning tushib ketishi bilan bo'ladi. Qarshimizdagi ikkita shaxsga nisbatan sana demoqchi bo'lsak, ya'ni sananglar demoqchi bo'lsak, udda deb aytar ekanmiz. Muzakkar ko'plikdan amr yasaganimizda fe'ldagi muzoriyat harfi tushadi va fe'l harakatdan boshlangani uchun unga hamzatul vasl kerak emas va oxiridagi nunni tushirib yuboramiz jazm alomati sifatida. Demak, uddu deydigan bo'lsak, sizlar sananglar degan bo'lamiz erkaklarga nisbatan. Ta'adudnadan amr yasaganimizda esa fe'ldagi ta tushib ketadi. Endi bu fe'limiz sukundan boshlanib qoldi. Shuning uchun unga hamzatul vasl olib kelamiz va uning harakati dommali bo'ladi. Sababi fe'lning o'rtundosh harakati o'zi dommali ekan. Va oxiri fe'lning o'zgarmaydi, sababi bu fe'limiz mabniy hisoblanadi. Ko'pgina ayollarga nisbatan sananglar demoqchi bo'lsak, u'dudna deb aytar ekanmiz. Mana shu bilan bugungi video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Darsning yozma qoidasi va lug'atlari bilan Telegram sahifamizda tanishasiz. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. يا